أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى القول في شركة الوجوه bu şirketning bir xili 4-chi xili deylar yoki 5 xil shirkat olsak 5-chisi mudarabani qatqanda 5-chisi bo'ldi. Şirketul vujuh vejhidan chiqqan. Ya'ni yüz obro'y jamiyatga o'rni inovatiga asosan, yüz obro'yga asosan qurilgan shirkat demakchi. Mesela ikkilan yoki uchaylan qana qilamiz jamiyat kishilar bizga ishonadi. Inovatimiz bor, bizga mol berdi deb boshqalardan nasiy mol olamiz yoki setib berishga mol olamiz. Qo'limizda hech qanday rasmi yo'q, sarmoya solmaymiz. Onlar şu malını setib, faydalar, malını eksik pulunu qaytarib berib, qapqan foydasini ulushib oladi. Sen erangga o'quvchi shunday qildi, bir qil berib, boshqa uni buni mina arfalda setib, foydasini ulushib oladi. Bu şirketul vujuh. Yani kishilar ishonch qilgan chaqda ama yeb ketmaydi, qochmaydi degan mal berdi. Shuni setib foydalangan. Yani bu şirketul mafalis mi deb ataladi. Yani sermayedan ayrilib qoladi. Resmiyetini ayrılıp bağladım, ticaret kılay desem pul yok oldu. Ondan kılıcı başka olduğunu malakiler şunu setip faydalıp bunu. Ve şirketul vucuhu inde Malik'in ve Şafi'i batıla. Bu iş gelen şirketul vucuhunu batıla. Bunda şirket yoktur. Etrakunmayken. Ve kâle Ebu Hanife'te caizetun. İmam Ebu Hanife'den İmam Ahmet iş gelen caizdir. Ve hâzih şirketu hiye şirketu ala zimami min gayri san'atin ve la mal. Ve bunun da demek ki şirkçilik kıldı olsa ya sermaye yok resmi saldıgan ya ki üner kesbi yok şirketle abdan da kıygandak bu fakatlam özünün zimmisi yani geldiğine kaz ya ki setip bir işe amanet nasi elip aşını setip faydalanıyor. Zimem degeni şu yani bizim geldiğimizde kaz olup durgan nasının elip setip faydalanıyor. وعمدة مالك والشافعي أن الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل. Bu iş kelenetto şirket yani ya sermayeye münasebet kurdu ya ki işe münasebet kurdu. وكلاهما معدومان في هذه المسألة مع ما في ذلك من الغرر. Sermaye mi yok, iş mi yok bunun da detturot. Emlet iş var. Ha? İş var o. Ha, iş bulmasa şirket bulmaydı. İş var bunun da. Yani bunun namalımlık bağ etti. Namalımlık bağ etsek başka bir şirketli bağ. لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص. Ne için bunun kararı alsa? Çünkü çıkılan her birisi karşı tarafa bir bedel tölegende kıldı. Kanda bedel bir kesbin gayri mahdud. Gayri mahdudun bir sana'a ve la amelin mahsus. Ya enek bir iş yok, ya bir enek bir tutumluk hüner yok. Aşında bir ahvalda tapkan pulunu karşı tarafka azrak verip, üzümü azrak verip mukayese ibaret. Ve işkeylen hazır tapkan pulunu yerimine şirki gördü, onu yerimine şirki gördü diyende bir gap. Lakin bunun da mesela ma işini kılımız dedi kaçbamız ya, ma hünerisi ya, bunda bir sermayesi yok. Bu İmam Şafii ile İmam Malik'inki o'zininki shu namallik bor deganki ko'rsatgan bir ma'nosi ta'lil. Lekin bunda ish bor. Ya'ni bular malni ashqidi, ekildi, bir joyga olib borib, do'konda o'tirdi, yerda bir narsa sotdi emas. Mana oddiy o'ylasak, bular qiladigan bir ish bor. Ve Ebu Hanife'te yani İmam Ahmed billah ya'tamidu ennehu amelun minel a'mal. Bu iş mi iş emas mı? İş bor bunda. İş bo'lgandan keyin shirkchilik qilsa bo'ldi. فجاز أن تنعقد عليه الشركة. شو عندكن من الشركة بلا وردود. دعوانكن وش إمام أبو حنيفة إمام أحمد دينك خارجة شو تورا. أمليت بزن جميع المزبو كوب شريط غاش. يعني قلت سرماية يوم خندق الله نبضن شو باش قلنا ملنا ست فايدة لب قلت بدو وندا شركة قلوا باش قلنا. فالقول في أحكام الشركة الصحيحة. يعني جقرق الشركات لا تغرب بلا جايد إلى برلغان دينكن hükmü neyse وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة. Bu caiz to'xtamlar cümlesinden yani caiz degani mesela her ikkaydan xohlagan chaqda buzutadi demak. Lazim deb qo'ysak buzutanmaydi degan.
Ey li ahadish sharikayni an yanfasila min ash-shirkati mata sha'un. Xalqan çadan şirketin çıktıman dese buldu. Caize bo'lganligidan. Va ya aqdun g'ayru mawruth. Miras qolmaydigan to'xtam dedi. Ba'zi to'xtamni miras qoldi degan. Ya'ni şu şirketni qurgan odam o'lib ketib qolsa, uning farzandlari shuning o'rnida turadi. Masalan, mudaribada shunday dedi. ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال. İkelenin balçakları okşaş olab, aile çıkımları okşaş bulab qalsa, şu şirketning milidan hecleydi. Bunun tutusu buldu. Şirketning milidan hecleymiz yoki o'zimizning yanında hecleymiz. Keyin paydını bıraklam algan çağda çıkımını to'g'ri oldi. وَلَمْ يَخْرُجَ عَنْ نَفَقَةِ مِثْلِهِمَا. Odatda shunga o'xshash odamlar qildigan chiqim doirasidan olib ketmasa, favqulodda chiqim qilmasa bo'laverdi deydi. Ve yecuzu li ahadi şerikeyni en yubaddi'a yoki yubdi'a. Şirketning ishkili a'zosi yoki bir necha a'zosi shu shirkatning mol-mulkini boshqalarga setib qo'yishlar deb berib qo'ya oladi. Chunki molni setib qo'yishga berishmi bu bir xil tijoratning shakli. Biz ishonch qilsak, ba'zi molni setishni bak arzu qilib ketsak, shunda boshqalarga setib qo'yishga beramiz. Manş puldan setib qo'yishlar. U uning ustiga foyda qo'ndirib qolsa, qimmatroq setib foydaldi. Bizga shu degan pulni basmadi. Demak, mana setib qo'yishlar do'konlarda deb qo'yib qo'ydigan, yoki faloniyaga og'ach berib setib qo'yishga berdigan, bunda ishni qilsa bo'ldi deydi. Va an yuqarida, yana shu shirkatning puli bilan boshqa bilan mudoriba qiladi. Birsiga berib bilan ana mudoriba qilaman. Ve en yudi'a iza da'at ila zalika darura. Yani kerak bo'lib qolsa, omonatni qo'yalaydi. Musulmon pulni tutsin deb saqlashga beradi. Demak, shunda tasarrufotni shirkatning a'zolarimiz qila oladi demakchi. Ve la yecuz lahu an yahaba shay'an min mal ash-sharika. Lekin shirkatning mol-mulkidan bir narsani unda bizga shundan bermasi bo'lmaydi. Albatta, do'konga bir tilanchichi deymizlar. Yoki bir muhtoj bo'lib qolsa, uni bir ash qo'y, bash qo'y, undan nima qilish bor. Lekin cho'ng-cho'ng narsalarni sizga berib o'tdim. Men sizga deya qiladigan shirkatning nimalaridan mana unda tugatasi bo'lmaydi. Wala an yatasarrafa fihi illa tasarrufan yara annahu nazarun lahuma. Başqa unda buzibcha chiqashni qilib bo'lmaydi. Faqatlam ikkilaringga foydali bo'lgan ishlar bo'lib qolsa, uni qiladi. Nazarun lahuma degan nazarun li maslahatihima. Ashkalaning manfaatini ko'zda tutib ish qilsa bo'ldi. Wa amma man qassara fi shay'in aw ta'adda fa huwa daminun. Kimki biror narsada qusurlik qilib, joyida qilmay buni yoki chekdan oshirib buzib chechitib qolsa, o'sha to'laydi deydi. Mislan an yadfa malan min at-tijarati fala yushhidu wa yunkiruhu al-qabil. Masalan, birsiga nurg'um pulni ya malni berib qo'yib, uni hech qanday guvohlatmay, u odamga to'g'ri ishonchsiz odam ekan. Uni berib qo'yib, keyin uni ololmay qolsa, o'sha to'laydi deb. Hech bo'lmasa odam bayat guvoh qilib yoki datayni hujjatlab bunda berish kerak. Bu ham ko'pincha bu tijoratchilikka urf-odatga bog'liq ish. Wa yunkiruhul qabid. Qo'li topshirib olgan odam ammadim deb turoldi. Bu odam hech qanday isbot topolmaylam berib tutgan. Bu joy to'laydi ekan. Kaynahu yadman li'annahu qassara id lam yushhid. Chunki u guvohlatmaganlik uchun qusurlik qilgan bo'ldi, to'g'ri qilmadi. وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء. Yani mal satib olgan chaqda masalan ba'zi bir ayib va chatq va mal olib qolsa, buni shirkat a'zolarining har biri olalaydi. Yani davomli saqt narsani olish kerak emas. Ba'zi masalan buzuq narsani biz kelib qoladi. Mana ajin sataman, aldi olsin. Ya bir ayib va masalan bir motorning ya mashinaning da siziqsiz g'ijirib ketgan masalan. Aslında bir eyvana açılıp kalsa buna azan satılması mümkün. Yani kim bu geçici zıplam dükkanı satsa bunu elbette eyvini ya on şeydir ya ki eyvini depkoyup satıdı. Lekin şunda mı azan uçurab kalgan eyvlik malı ola kalsa geçici alsa faydalı. Bunu alsam olmaydı ise faydalanmay oturam to'g'ri. Çoğun faydası şu olan iken onda eyvlik satışını kılalaydigan bo'lish kerak. Ve iqraru ahad ash-sharikayn fi malin limen yuttahamu alayhi la yecuz. Mesela ikkilerinin birisi, ikki avnundan çıkıldı şirkler, ikkilerinin birisiga manç pul berishimiz batdi dedi. Yani ki şu pulni buradan gel. Lekin niyada limen yuttahamu alayhi.
işenmey, yok bunda iş yok çoğum bu pulmanlardır bunda. Şirketinin pulmanını buzotu doğru diyendek bir ahval gumallandıgan, qarınıp kaldıgan bir ahval bolsa, o biz kimge onda ikra qılıp binas berenmeydi. Yani bizden şirketninki muşununga berişimiz battı. Mesela aşxanda mesela onu tamak açırıp turgan bolsak, aşxandan manç pul suatdı bizde. Berişimiz gerekti. Ya ki yani bizninki bir dükkancınınki manç pul eliş vattı bizde. Dep berişimiz vadı bilan bir ötüyorsa normalde buldu. Lekin tam kılıngan ahvalda bu çağda berenmeydi. Mesela aşxana da dükkan otağından devamlı tamak yap turgan aşxana olsa, çayxana olsa çay pulu da ayda 50 koy, ya 100 koy bunda pul kesi badi mesela. Lekin çay pulu da 5000 koy da bir ötemda o çağda nima pul bu deb ittiham qilinib qo'ygan. Unda bas bo'lmaydi. Wa tajuzu iqalatuhu wa tawliyatuhu. Mal satgan chaqda birisi mesela mal setib olib, kendir paslab akasi endir pasi buldu. Endir bir huquqi bor. Wa tawliyatuhu yani izin satsın buldu malni. Çoğun faydası kısadıman. Bazı toniş kep qoldi, ya savaqdish kep qoldi, onunla faydalanmay izg'i bir daşva. O şirk qilib mesela nima uchun sen bunda satsa, nima uchun yondirib birsa bu malni deb uni bilan jidalashmaydi. Yani umumiy shirkat a'zosi bo'lishdan shunda ishni qilishga huquqli demoqchi. Wala yadmanu ahadu ash-sharikayn ma dhahaba min mal at-tijarati bi-ittifaq. Şirket ziyan chiqib qolsa, qaysi tarafdan bo'lsin bir ziyan bo'lsa, ishkalaning biri to'laydigan shu. Ishkaladan tan ko'tirishi. Wala yajuzu lish-sharik al-mufawwid an yuqarida ghayrahu illa bi idni sharikihi. Al-mufawada, mufawwid bo'lmish, muqaridni. Mufawada. Wala yajuzu lish-sharik al-mufawwid. Şirket al-mufawada qilgan chaqda, shirkat mufawwid. Ash-sharik al-mufawada, mufawada ash-sharikning sifati. Şirkete mufavada qilgan shirik boshqalarga mufavada shaklida bas bu yuqoridmi şey yufavidmi an yuqoridami ya boshqalarga mudarabiga xullas bo'lmaydi illa bi shariki faqatlan shirikininki ijozati bilan bas bo'ldi va yatanazzal kullu wahid minhuma manzilata sahibihi fi ma lahu va fi ma alayhi fi mal at-tijara va tijorat ma'lumotida har ikkidan bir-birining o'rniga tushar ekan. Mesela u yo'qchada dükkandagi malni vasitib qo'yadigan va aksicha. Shu mufavadani shunda tuzuqqa va furu' hadha al-bab kathiratun. Albatta biz maktabda cho'ng mashhur masalalarni bas qilib u tarmoqlarga jiqchirib ketdik. Bismillahirrahmanirrahim va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Kitabush shuf'a. Ash-shuf'a lug'at ma'nosi ziyoda yoki qo'shish degan ma'nosi. Ve şef'u vel vetr cüb mesela. Bir narsa olsa birini koşsak mı buldu cüb buldu. Bu da şefaat qilgan odammi, ajbi odamni tili bilib bilan o'ziga qatib bilib ketgandek, mana ba'zini apo qilib deb o'qigandek mesela. Ya ziyoda degan ma'noda yoki qo'shish ma'nosida keldi. Demak bu shuf'a degan biz shafiylik huquqi deymiz. Shafiylik haqqi Uyg'urchada shuf'at deymiz. Bu masalan shirikchilik bo'lsa, shirik o'zining nasibasini setib etmoqchi bo'lsa, ya qo'shni uyini setib etmoqchi bo'lsa, qo'shnisi olib qoldigan. Boshqa xaridor qaraganda shiriki ya qo'shnisi haqliq, oldin o'rinda turdi degan haq. والنظر في الشفعة أولا في قسمين. والشفعة كتابه biz ikkiga taqsim qilib turib tadqiq qilamiz. Birinchisi fi tasfih hada al-hukm va fi arkani. Yani mushu shuf'at hukmi to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Yani shuf'aning hukmi nima degan masala. Yana buni arkanlari. القسم الثاني في أحكامه إنه مناسبة أحكامنا. القسم الأول فما وجوب الحكم بالشفعة شبيلك يقبلان حكم قلش لازم ديان مش مثلا فالمسلمون متفقون عليه. مسلم الله bununla ittifak ediyor. İcma var. Yani şüfa hakkı diyen nas var mı yok mu? Şüfa bilen hüküm kılışımız gerek mi olsa hüküm kılış gerektir. İttifak ediyor. Yani tefsilatı da ıslap dışı mümkün. Şüfa diyen mesela işkene şirik. Zavut kuruluk mesela. Şirik mevcut bizden şirik hazır başka işler bu işini taşlamam başka işler deb şirik çekilmekçi. Hani ki muzavut var ya bağ ya binası var. Olan bunun yerimini özden hassisini başka birisiyle setilmekçi. Başka xaridor satman ise silik ubaq bulmaya kolay başkalarını setilmekçiler.
O başka adamlarla kirişalarla çıkışalarla şamamla mesela ben özüm hep kolay pul bağımında. Lakin bu adam da başkalar kıymetli akıttı. Siz erzende turalı isterse başkalarına ne pul satsanlar ben şu pulunu vermem. Demek aş şirketinki nesibisini hep kılış hakkı var. Ya başkalarını satmaysa ben alamam dep turulup üzeriş hakkı var. Lakin şu bazar ne yaptı? Mesela bazar 1 milyonga aldığanlı olsa ya ben alamam dep turulup ya ben 800 bin koyulmayası bulmaydı. 1 milyon kıldaysa 1 milyonda ben vermem, ben alamam başkalarını satmaysa bu şefilik yapıldı. Onda hoş ne olsun? Ma yerimizge oyunu satmakçı. 1 milyon dese ben kopap yak bunu ma'af kalamam. Oğlanını ödemek için de 1 milyonu ben vermem, ben onu başkalarını satmaysa. Başkalarını satmayayım. Ha, şu benim hakkım vardır. Hoşnudağçılar ya şirkçilik sebebinden şirk olgan, hoşnu olgan ziminle köpünce ağıldı ziminler buldum. Öy, mülk ziminler. Turak narsalar. Şunu satılmadan. Ne için satılmayamazsan? Çünkü bu turak narsa. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl belki küç avlatmında faydalan narsa olan iken bunu da naşer eden kep kalsa davlık beyram kılan, acayip edilgan. Ziyan müşteriden şey olan iken aşı ziyandan saklanışmasın. Eskiden biz kep kalsa koşanız. Gün nafsımız için gece uflat kıl koymasın ki. Ama ya arak kestim biz kep kalsa bir aram olsun ki. Ya, sen söylerken bu olsa, malını satmak için, siz alamla ihtiyacları var mı olsa, ben almayayım burada. Lisan başkalarının satıp olsa buldu, onu biz almayız. Lakin gep bulmayalım, ön satığı adam, ben gep bulmayalım, atı sattım bir kere daha, güp satıştan kalıvatağım olsa, tohtağım, ben alım bunu. Yapılan bu züğüt şak var. Vücub diyenem şeyde, vücubul hükmü diyenem, şefilik hükmüne müşahede bir iş vacip. İcra aklımıza şunu. Demek bu فَالْمُسْلِمُونَ مُتَّفِقُونَ عَلَيْهِ Bunda icma var. Yani asasen icma deyimiz. İcma'nın naklettiğin ulemalar var. Mesela Mavsili İhtiyar diyen kitapta, İbn-i Kudame Mughni'da, İbn-i Munzir El-İcma diyen kitabda nakli kılırlar. لِمَا وَرَدَ فِي ذَٰلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ Çünkü bunun sey hadisler kegen, muttefakun aleyhi hadisler kegente. İlla ma yuteammelu ala men la yara bey'a şıksıl muşa'a. Şıks degen bu zimin ya öydeki bir şirkninki nesivisi. Mesela ma öyde bunun 50% hakkın var. Yani şu 50% hakkını şıks deyimiz. Muşa'a degen inik bilgili olmaydı. Mesela ma şıks öyle desek bunun 50% hakkım vardır. Ma zalmu ya ki işçilik oyumu bunun hakkım. 200 kvadratının işide mesela 100 kvadrat benimki deyimiz. Lakin kayse ma öyle ayımı ya işçilik oyumu belgili olmaydıgan şunda çeçilen var. Bunun muşa'a. Yani pirsellik hak değil. İlla ma yuteammel diyen illa degen şu muttafikun diyen karta. Yani ittifakı kemmigelliğine bağ demek mi? Fakat lan aşında pirsellik ülüş nesiyesini setişine doğru koymaydıgan bazı kişiler var demek. Yani bu kişiler müdibara aş yukarıda biz bazı meselelerde ötken Ebu Bekir el-Asam İbn-i Uleyye Cabir İbn-i Zeyd genlik bazı aşında menheci doğru bulmagan bazı fuqahalar var. Şu fuqahalar onu doğru tapmagan. Şefilik meselesini. Müşkil şu anda şefilik meselesini doğru tapmaydı demek için şey. Demek bular icma nüstan sırtım. Yani bunların hilafı hesap kılınmaydı dedik ötken. Bular bu icma dairesini çıkartken Ebu Bekir el-Asam, İbn-i Uleyye, Cabir ibn Zeyd bular nimega asasen şu şüf'a hükmünü inkar kıldı. Yani seyyid İslam'ına. Dese bular çünkü bunun da şu mal mülk ilgisiyle ziyan uğraşı var. Oyunun ilgisi mesela satmak çıktı. Fark adamı satanmay buna hoşlusu mecburi satıdı. Satkanken bunun da bir ziyan uğraş meselesi kılıp çıkıyordu. Bu hadisteyni la yahillu illa bi tayyibi nefsin minhu diyen. Özünün könül razı olmasa bulmaydı o. Bunu fark adamı satanmay hoşlusu mecburi satkılıştı ibaret. Dep durağan. Lakin buna şu baş xaridar neçbil satsan şu pulni bermasa ziyan uğraşı yok. Pulu kirdigan pul şu. Biz fakat lam hoşnusini ziyandan saklab qolamiz. Bu erkanuha arba'a. Şuf'aninki 4 asas rukni var. Birincisi eş-şafi'. Şafi' degan şu şuf'a haqqi talab qiluvchi. Yo'qmi şu
uyni ma'luma boshqa satmaysa deb turgan Eş-Şafi oldu. Vel meşfu aleyhi. Meşfu aleyhi degan uyni sirtdan setib olgan. Men qo'shnimning uyini hozir amatahmunga setib etdi. Qo'shnim. Ondan keyin men uyni olmasam men Şafi oldum. Meşfu aleyhi degan men ashuning ustidan shafilik haqi talab qilyapman-ku. Undan keyin uyni appo'g'adan meşfu aleyhi oldu. Vel meşfu fihi degan uy. Ve sıfatul ahzi biş-şuf'a. Qanday shaklda shafilik haqi talab qilib uyni oladi, uyni ilishibdi. Ruknul avval huwa Şafi'. Birinchisi şuf'a talab qiluvchi. Zahaba Malikun ve Şafi'i ve ahlul Madinati ila an la şuf'ata illa liş-şeriki ma lam yuqasim. Şerik degandan hozir shirkat bordir, tamam? Biz yuqorida aytgandek bu shirkat bo'lamiz. 5 xil shirkatning mudaribini qilsak 5 xil shirkat. Shirkatda hozir biraydan chekinib chiqmoqchi. Chekinib chiqqanidan keyin o'zining mol-mulkini taqsim qilib olgan gap. Ikkidan ikkiga bo'lib olishimiz mumkin. Bo'lashdan ilgari dedi. Ma'lum yuqosim degan shuni bo'lashdan ilgari shirka o'zining nisibasini sotmoqchi bo'lsa, yana bir shirka men aqlaman deb talab qilishga qiladi. Bular İmam Malik, İmam Şafii ve Ahl-i Medine, İmam Ahmed'nin usulünden billah. Demek şufa hakkı hazır şirketdeki bir azaga kildiğen hak mı o? Onun başkasında şefilik gelmezdi. Yani koşunda açılıktan şefiyi talep kıldığı iş yok demek. Ve kâle Ahlul Irak. Irak ahlinin içinde kimler bu? El-Thawri mesela. İbn-i Şubruma, Ebu Hanife, İbn-i Abi Leyla, aşında alımlı bu. Bu da eş-şuf'atu murattaba. Yani şefiliğe yapılgan netçe derece tertip bilen buludur dedi. Fe awlan nas biş-şuf'ati eş-şerikillezî lem yuqasim. En dastlab şuf'at haqqiga ega bo'lgan kishi shirkatni o'zaro taqsim qilmagan sherik. Masalan, bizning zavodimiz vardı. Bir sherik hozir men zavodni tashlab chiqdiman. Shirkatdan chiqatdim dedi. Buni zavodni taqsim qilmadik. Qilmagan chaqda yana bir sherik qo'yib, sening ulushingni men olib qolay, pul berib seni rozi qilay, zavod butun menda qolsin. Men yolg'iz mangdirman desa, birinchi yo'lab shufat haqqa shunga. U odam unda chiqatmoqchi bo'lgan sherik o'zining haqini boshqa bir sirtdan bir odamga setolmaydi. Demak, shirikida qoladi bu. Do'kon ochayotgan bo'lsak, ikkalan, biraylan bo'ldi men boshqa ish qildim, chiqdiman deb qolsa, do'kondagi nesibasini sotmoqchi bo'lsa, shirki ma'lum bo'ldi. Boshqa odamga sotuvchiman desa, shu shirik eshaq. Eng dastlab qilib taqsim qilishmagan shirik shu oldin o'rin turdi. Thumma sharikul muqasim. Ondan ikkinchi o'rinda taqsim qilishib bo'lgan shirik. İkiye ayrı bulduk mesela. Dükkanını ikiye bölüp attık. Zavodni ikiye bölüp attık deyli. Bölüp etkenliğin keyin satıman deb qalsa, yana şu şerikul muqasim. Ayrılıp ketken şerik deyli. Ayrılıp ketken şerik yo'q, ma qilay deb tursa, bu ma'qullik deydi. İza baqiyat fi turuqi aw fi sahni shirkatun. Yo'l bir bo'lib qoldi. Yoki bir ho'yildan chirdigan, bir idoradan chirdigandek mesela. Darvozasi bir, mağda yo'li bir, maydini bir, bunda bo'lib qolsa, men olib qolaman desa haqli. Lekin boshqa ayrim bo'lsa, u chaqda huquqimda. U chaqda men nima jihatdan desa, qo'shnichilikda haqqi bo'lishi mumkin. Shirkat jihatdan. Chunki bizdan bo'lg'achqa haqqi bo'ldim. Qo'shnichilik. Lekin shirkchilikdan haqqi bo'lmagan bo'ldi. Thumma al-jarul mulasib. Ondan 3-tartibda tam qo'shni. Mulasib degani chapishib turgan. Tam qo'shni shuning haqqi bor. وقال أهل المدينة لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم. Demek hazır mı? İki qarashning farqi chiqdi. Jumhur qo'shniga unda shifalik haqqi yo'q deb uni qat'iy e'tirof qilmadi. Ya'ni ma qo'shnim uyini setib etmoqchi bo'lsa, xohlagan odamga setib etadi. Yo'q, men olibdim, menga birding deyolmayman. Yani shu ba'zi bo'lsa men talab qilmayman. Yana shu shirkatni taqsim qilib, ayrilib ketgan sherikmi? Yo'q, menga birding deyolmaydi. وعمدة أهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء. Bunu İmam Malik Muvatta diyen kitabında mursal rivayet kılan. Ebu Seleme bu tabi'i, bu Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh'ın oğlu. Ve Sa'id ibn Musayyib, yani Musayyib bu mu?
tabi'i. Tabi'i rivayet kıldı. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qada biş-şif'ati fîmâ lem yuqsam beyne şirke. Şirkler o'ttirda taqsim qilinmagan zimin ya mulkda şif'a haqqini isbotlab hukm qilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb rivoyat qildi. Ana bir vaqalikda fayda waqatul hudud baynahum fala şif'a. İki taraf ayrılıp bulab her şirk mesela o'zining nisbasini olib qo'ydi. Hisob kitob ayrılıp turli shirkat hozir tugab bo'lgan ahvolda o'shada shirkliga qo'yoq deb chiqgan. Yani şu hükümde var, şunda da hüküm kıldı demekçedir. Mervetine akıl. Ve hadithu Cabir radıyallahu anhu aydan enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qada biş-şif'ati fîmâ lem yuqsam. Mana bu mu? Yuqorqi hadisga o'xshash. Taqsim qilinmagan shirkchilik 2 yaşında zimin yani mulkda şifa haqqi bo'yicha hukm qilganda debdi. Fayda waqatul hudud fala şif'a. Chegaralar ayrilib, mashininki, ma'muninki deb şirket ayrılıp bo'lgandan keyin o chaqda şifa degan haq yo'q demoqchi. Bu muttafaqun alayhi hadis mi? Shunami? Muttafaqun alayhi. Hadisdan to'liqlamada ida waqatul hudud va surrifatul turuq fala şifa degan. Yani xarrajahu Muslim va Tirmizi va Abu Davud debdi. Endi bu muttafaqun alayhi hadis İmam Ahmad bin rivoyat qilgan, İmam Tirmizi, Abu Davud va boshqalar rivoyat qilgan. Buxoriydan bor. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أصح ما روي في الشفعة. إمام أحمد من ذلك كان جقرق إمام مالك رواية كان مرسل سواء أبو سلمة ولن سعيد بن المسيب رواية كان مش شفعة مسألة رواية كان أن صحيح حديث تبتكين ما بخاري ديسه متفق على الإسقاط قبطاير أو مرسلنا أن صحيح حديث تبتكين. Nima uchun shunday deganda? Yani en sayyi ish uchun muttafaqan alayhi bo'lgan marfu hadis en sayyi bo'lamdi yoki mursal hadis sayyi bo'lamdi? Balki endi o'ylagan yer bordir, lekin bizning oldimizda shunday akasi asah deymiz. Muttafaqan alayhi ham marfu. Bu muttafaqan alayhi emas, bu bir ham munqata, yani mursal, sabit chiqqan. Lekin ikkisini mazmuni bir endi. Ikkisini bizlashib tursak, shu sayyid desak bo'ldi. Mazmuni bir vaqalik bo'lgandan keyin faqat raviylar boshqa raviylar rivoyat qiladi. Wa kan ibn Ma'in, yani Yahya ibn Ma'in ne demakchi? Ibn Ma'in, yani Yahya ibn Ma'in bu İmam Ahmed'in ustozi, yoki savoqlishi. Yani jarh va ta'dil imomlardan birisi. وكان ابن معين يقول مرسل مالك أحب إلي إذ كان مالك إنما رواه عن ابن شهاب موقوفا. يحيى ابن معين ودبته مش إمام أحمد من سوق الشيء. إمام مالك مرسل لما أظن نورن قيمة ما شو أصحى دائما demek şimdi. Çünkü İmam Malik bunu İbn Şihab'dan rivayet kılgan. Mevkuf halatı rivayet kılgan. Nima uchun Ibn Shahabdan mavquf holat rivoyat qilsa bu bakrak so'ngil qilib ketdi. Bu tabi'i Ibn Shahab az-Zuhri. Demak bu mavquf holatda edi. Endi mavquf bilan marfu holat ishqil rivoyat qilinib qolgan bo'lsa, marfu bo'lish ehtimolidan mavquf bo'lishi endi keskin demakchi bu. Yani marfu bo'lish yuqori darajaga yuqori darajada keskin kesib o'qilamsak, lekin mavqufligi zodi unda hech qanday shak yo'q demakchi. Yani mavquf holatidagina tarjih qilgan. Yoki mushu an xotirjam nima demakchi. وقد جعل قوم هذا الاختلاف على ابن شهاب في اسناده توهينا له. Yani bazı alimler bu İbn Şahab'dan mesela bunda mavquf holat rivoyat qilibdi. Ondan yada yana marfu rivoyat qilindi degan gap bor. Deb bu sanatga bir ojizlik deb qarab. Chunki bir xil sifatda bu kishi qildi. Ikki xil chiqqan ekan bu ojizlik deb muqarrarlar bor ekan. وقد روي عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن أبي هريرة. İmam Malik'ten yana Muvatta degan kitobda yuqorida mursal rivoyat qildi. Abu Salama bilan Ibn Musayyib rivoyat qildi. Hamda Muvattadan boshqa kitobida İbn Shahab Abu Hurayra radhiyallohu anhudan deb muttasil marfu rivoyat qildi. Lekin ba'zida marfu rivoyat qildi. Ba'zida mavquf rivoyat qildi. Yani bu ikki xil bo'lib qoldi. Ikki xil bo'lganligi bu bir xil ojizlik qilgan
illa demakchi ekan. Demak, oyada Zuhri'dan Abu Salamadan da rivoyat qildi. Bu yerda Zuhri'dan Abu Hurayra'dan da rivoyat qildi. Demak, bu yerda sanatda ixtilof bo'lib qoldi. Ixtilof bo'lganligi buni sanad ajiltidi deb qaraldi baki. Lekin shu Imom Malikdan marfu holatda Abu Hurayra'dan qilingan rivoyatni shogirdi Ibn Majishun rivoyat qilgan Imom Malik. Muvatta'da emas boshqa kitoblarda. Yana İmam Tahaviy Bayhaqiydan rivoyat qilgan. Yani bunda muttasil holatda. Lekin bu mursalni bek to'g'ri etdi, ma'sumlikda yoki asahroqda degan hammasi ortiqcha gap. Nima uchun? Jabirning marfu hadisi muttafaqan alayhi oldimiz tursa, buni nima ehtiyoj? Jabirning hadisini Zuhriy tarafdan rivoyat qilinadi. Ha? Jabirning hadisini Zuhriydan rivoyat qilingan bo'lsa, shu Zuhriydan kelgan ikki rivoyatdan. Demak, shu Zuhriydan kelgan, shu muttafaqan alayhi asab masala bo'ldi. U mursalni kuchlantirma yoki u bakrak asahdi deb qilishasiz. Bu faqat ba'zi olimlar Zuhriyning sanadida bunda o'xshamaslik bo'lg'achqa mursal maslahatni deb qolgan bo'lishi mumkin. Lekin Jabirning rivoyatini asaqlan masala bo'ldi. Lekin bular shu sanatdagi ixtilofni tekshirib yurib, mursal holatdagini tarjih qildi. Bu asahroq. Lekin bu asahroq desa, nima ko'rsatdi bu? Buxoriy qilgan rivoyatni aj deb qaraganligini bildirdi. Bu bir. İkincisi bu mursal deganni aniq nisbatan asahroq. Lekin shu asah deb qarasaqmi nima bu mursal? Bundan keyin marfu bir uning qarashtirgan hadislar qolsa bitirib turolmaydi. Chunki qarashlardan o'rgan akagan hadislarni sen mursalda tepitdan. Zaman inson asah degan narsani mursal chiqib qolsa bitirib turolmaydi degan. Lekin qanday bo'lsa shuni o'zidan qarashini nima qilish uchun bular topgan dalili shu. Mursal rivoyat qilingan Imom Malik rivoyat qilingan marfu rivoyat qilingan marfu mursal. Lekin ma'vo muttasil rivoyat qilingan, lekin muttasildan mursalni ala bildir. Onu tercih qiladi. Hamda yuqoriga ashunda ikki rivoyat bor deydi. Bu qanda sizning da'vo qilgan ash muddaoga dalil bo'la oladi. Taqsim qilishmagan, ayrilmagan shirkninkida shirkiga shubhalik haqqi bor, undan boshqa yo'q degan gap. Ma'lum. Shunga qanday dalil bo'ldi bo'lsa, wajh istidlalihim min hada al-athari ma dhukira fihi yoki ma dhukira fihi min annahu idha waqa'at al-hudud fala shubha. Buni chek-chegara ayrilib, ma'miyadim yag'chining deyilib qo'ygandan keyin shubhalik haqqi yo'q degan ashu so'z buni bizning muddaoga dalil bo'lgan so'z edi. Qandaysa va zalika annahu idha kanat ash-shubha ghayr wajibatin lish-sharik al-muqasim taqsim qilgan idha waqatul hudud degan taqsim qilinib bo'lish shubha yo'q degan taqsim qilinib bo'lgan sharikka shubha vojib emas desak faya ahra allat takuna vajiba lil jar qo'shniga albatta vojib bo'lmaydi degan gap chiqadi. Chunki sharikil muqasim degan shu eng aqalli misda qo'shni so'llar. U qo'shniga bo'lmasa ham qo'shni ham buning shirki bo'lgan odam buningga shubha haqqi bo'lmasa shirkchilik qilib boqmagan qo'shniga qanday shubhalik haqqi bor? Bejil istidlol mushakan. Va idan fa inna sharikal muqasima va jarun idha qasima. Mana taqsim qilinib bo'lgan ekan, ayrilib bo'lgan ekan, 11 qo'shni. Lekin qo'shni yo'q degan gap chiqdimi shunda? Sharikil muqasim yo'q degan gap chiqdi. Bu degani shu qo'shni yo'q degan gap. Chunki sharikil muqasim qo'shnari. وعمدة أهل العراق حديث أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بسقبه. سقب ديان يقلق يعني سينودان سقب يعني صادودان سقب وهو حديث متفق عليه ومن متفق على سيد. وخرج الترمذي وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال جار الدار أحق بدار الجار. Bular vaqigan ma'lumotmi? Ma qo'shnining gapini aniq debman. Jarud dari ahaqqu bidaril jar. Uyning qo'shnisi qo'shnining uyiga eng haqli, ya'ni shifa haqqi bor demakchi.
Ve sahhahahu Tirmizi say degan. Ba'zi olimlar say demaslik mumkin. Nima uchun? Say emas degan masalani ko'rib taqildi. Chunki bu hadisni Samura radhiyallohu anhudan Hasan Basri rivoyat qilgan. Rivayet Hasan an Samura degan masalani deb o'tib bunda shul qarash va ba'zi olimlar say deydi, ba'zi say demaydi, ba'zidan haqiqa shu bir hadisdan olgan, boshqa hadisdan olmagan deydi. Davomlikin jiqadisdan olgan deydiganlar bu say dedi. İmam Tirmizi. O'tgan hadisda İmam Tirmizi say degan, boshqa say demagan. Madem İmam Tirmizi say debdi, boshqa say demabdi. Mundaraq hadiskin. Ve min tariqil ma'na lahum hamda aqli dalili İmam Ebu Hanife ve başkalarına أيضا أنه لما كانت الشفاعة إنما المقصود منها دفع الضرر داخل من الشركة. Şirkçilikte şirkeye ziyarlı son. Başka bir kilişemeli adam miskilip onu ağır kılmışsın der. Biz aşağı şirke şifa hakkı bagen. وكان هذا المعنى موجودا في الجار. Bunun da muş mezmun koşuldaşlıkına okşayış var. Yani eski koşunun miskilip ottasa koşuna bir aram bulduğun ziyan tatlıgan iş var. Vecebe en yulhaka bihi. Ondan olmayan koşunun o şirkte okşaş kırak. Okşaş hüküm birişimiz lazım. وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ اَنْ يَقُولُوا وُجُودُ الضَّرَرِ فِي الشَّرْكَةِ اَعْظَمُ مِنْهُ فِي الْجِوَارِ. Manda repturas buldu dedi. Şirkçilikte ziyan eğir olup da lekin hoşunda açıkta sal yengilerek ondan olmayan manı vursak bulun manında şefilik hakkı vermemiz divasını buldu dedi. وبالجملة فعمدة المالكية أن الأصول أن umuma qilib aytsak Maliki mazhabining va jumhurning asoslanig'ini usul qoida nima taqozo qiladi? Taqtidi an la yakhruja mulku ahadin min yadihi illa birida. Usul qoida har qanday odam o'zining mulkini xohlagan odamga setish, tasarruf qilish haqqi. وأن من اشترى شيئا فلا يخرج من يده إلا برضاه. بالناس ترى آدم onu qo'ldan chiqarishda to'liq rozilik bo'lsa chiqardi. Xalq odam sotdi. Hatta yadulla dalil ala tafsir. Yo'q, ma'noda sen buni sotamaytding deydigan bir dalil bo'lsa-da, u chaqdan buni sotamaydi. وقد تعارضت الآثار في هذا الباب. Mushu masalada hadislar bir-biriga zid kelib qolgan ahvol bo'ldi. Tavajjiba yurajjaha ma shahidat lahu al-usul. Undan keyin biz usul qoidani turib, usul qoidaga qas yaqin bo'lgan hadis bo'lsa, shuni talabdan tarjih qilib bir tarafga o'tmaymiz debdi. ولكلا القولين سلف متقدم لأهل العراق من التابعين ولأهل المدينة من الصحابة. Shikri qarashninki ulardan ilgirki salafdan shu qarashni tutqanlar bor edi. Iroq ahliga tabi'illardan shunday qarag'anlar bor. Tabi'illardan masalan Shurayh al-Qodi va mashhur Kufada 40 yil qozi qilgan. Shu shunday hukm qilgan. Qo'shniga shufa haqqi bor. Bundan boshqa Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan shunday kelgan. Abu Rafi'dan shunday keldi. Ana Shurayhdan keldi deganimi? Bu Shurayh Hazreti Ömer Osman davrida qozilik ishlagan. Yani Hazreti Ömer Osmanlı'ma şunlara qaraydigan menga chiqib qoladi bir taraf. Yani sahabenin nimasi yo'q degan bilan sahabenin nimasi chiqadi. Mesela İbn Mas'uddan rivoyat bormish haqda. Abu Rafi'dan masalan muttafaqun alayhi keldi-ku. Abu Rafi' albatta o'z rivoyat qilgan shuni amal qildi. Lekin sahabedanmi mush qarashni tutqanlar bor deyamiz. Ve li ahli Medineti min as-sahaba. Yani Medine ahlinin karşısını tutan sahabenin bazı mesela Ömer'le değişim mümkün, Osman'la değişim mümkün. Bennet sahabenin sanışı mümkün. Lakin şu sahabenin sanıştı mı belki mesele var. Mesela Hazreti Ömer, Osman buldun andaki rivayet sayamaz mı? Bunun özü tayinlagan qazi jara şifada hukm qilibsa, bu ishdan boshqa qarash qaramo deganda shunda bir nima kelib qoldi. Endi Hanifi mazhab fikrini mesela Cumhur rivayet qilgan Jabir radhiyallohu anhuning hadisi bor. İbn Shahab Zuhri Jabirdan rivayet qilgan. Bu muttafaqun alayhi hadisdir. İza vaqat al-hudud ve surrifat at-turuq fala shifa hadisini oxirgi mush ibarini bu marfu emas, bu sahabening yoki raviyning so'zi deb turibdi. 5 hadis. Anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qada bi-shif'ati fima lam yuqsim. Anda hukm qildi. Rasululloh manda qildi. Agar cheksiri orliq nima qilsa, o'chada nima yo'q deydi. Cheksiri orliq nima qilsa degani shu undan so'zadi. Rasulullohning so'ziga gap yo'qmaydi. Yama yerdan tutilg'adi.
Andın bu ravinin sözü. Ravinin sözü olan la hücce ba'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ravinin özüne karşı buluşu mümkün, özünün şeysi buluşu mümkün aşırmadı vakal ettiğine. Resulullah'ın sözü mü? Ya, bundan olsa bunu bana izam kılamaysa yani. Deptir oldu. Yani bunu bazı hadis alimleri ya bu marfu'da deydi. Ya bu Resulullah kada ennehu idâ vakâtul hudud ve surifat turuq fala şifada bunda hüküm kıygan da Resulullah hüküm kıygan işinin cümlesinden değişi mümkün. Bu taraftan marfu oldu. Bazıda şunda da fark. Bazıda ya şu nimede toxtadı bu gap. Resulullah münasebet tarafı kada bi şifat fîmâ lem yuqsim da toxtaganda ama tabi özü ketib mag'ib naqildi. Yani bu idraj deymiz hadis ilmida mudraj. Mevquf yani. Sahabe özün gapini mayada qistirib qo'yilgandek bir. Peki hadis alimleri bazıda bu ya unda qistirib qo'ygan hol yo'q. Bu vaqalikning jarayonining bir butun to'liq unusini shu deydi. Mesela İbn Abi Hatimdek katta alimlar bu mudraj deb qaradi. Unda ekan hech bo'lmasa mayada bu mudraj emasmi bunun bir ixtilof bor. Bu ixtilof qanday qildi? Jumhurning dalilini ojiz tutadi. Andan yana Hanifi mazhab yana bir tarafidan bu dalil qarta bunda qado degan so'z kelgan. Rasululloh unda hukm qildi dedi, tamam? Mushning qartami e'tiroz bildirdi. Yani shu vaqalikda shuna hukm qildi. Bu deganlik uningdan boshqa vaqtda qo'shni masalasida shubha yo'q deganlikni bildiramdi, bildirmaydi. Shu vaqalikda shuna hukm qilinganligini ko'rsatdi. Bizim ma'qulligimiz uningga. Bizim shunda vaqalik al-jar alladhi lam yuqsim, fima lam yuqsam ekan. Shunda ma'qul keldi. Endi qo'shni masalasida bu hadisda qo'shning gapi yo'q. Qo'shning gapi biz rivoyat hadisda bormi? Navonki ma'lum amal qilamiz, ma'lum amal qilmaymiz. Bu bunda bir murakkab masala. Dalillar bilan tanishib qoldigan. Sayyid Osmonda vajib istidlolda masala bor. Yana Hanifi mazhab bunun başqa sayyid hadislar ekan. Ma dalil qilgani al-jar ahqqu bi saqabi degan bu saqabihi degan so'zni jumhur ulamalar xil ta'rif qilib qo'ygan. Bu saqabi degan yaqinchilikka, yaxshilik qilish, bir xabar olish, yo'qlab qo'yishga haqliq, xayr tahavat, ihson jumlasidan deb manda to'lg'ab qo'ygan. Amniyatda bu şu qo'shninki zimin satilishidagi gap shu. Shu muayyanlashni tadqiqlab chiqsa. Lekin o'zining qarshi bo'lganligidan ekan, uni al-jar ahqqu bi saqbi deganni bil ihsani li jarihi deb bunda ba'zi nimalar ta'il qilib qo'ygan, ba'zi ma'noga olib qo'ygan. Lekin bu bunda ehtimollar da turgandikan, hatta jar degan so'zning o'zini, bu jar degan so'z qo'shni deganga muayyan emas. Arab tilida jar degan so'zni har xil ma'noda ishlatiladi. Mesela ayolini jara deydigan so'z bor arabchada. Ya jarati bini fa innaki taliqun deb sharhnamasa. Jarati degani ayolim degan bo'ldi. Nima uchun desa davomli qashtirgan jufti olgan ekan bu jara qo'shni. Ashundan har xil ma'noda ishlatilgan so'z bor deb bu sen dalil qiladiska. Bu jar degan so'z bu cho'qim tam qo'shni degan ma'no chiqmaydi deb turadi. Lekin yani bu şu tam qo'shni degani ko'rsatdi, muayyanlash bir qancha mazmunda ishlatilsa-mu, lekin hadisning boshqa rivoyatlarda zimin so'zisining gapi bo'lgan ekan, bu ayoli uchun boshqa nima ketmaydi bu deb shuni ta'kidladi. Ana bular ma saqabihi degan mush so'zda shunda bir ehtimollar. Ana jar degan so'z degan unda ehtimol bo'lgan ekan, intizoda e'tiroz qilmaydigan bir dalil izlab boshqa bir hadisni akagan. Qaysi hadisne kelib olsa, hadis al-jaru ahaqqu bi shuf'ati jarihima wa in kana g'oiban intazara idza kana tariquhuma wahida. Mana qo'shnisining shufisiga eng haqli. Agar sirtib joy ketib qolgan bo'lsa, qo'shnim yo'qsalam uyimga boshqalarni setatsam bo'lmaydi. Joy ketgan bo'lsa, uning boshqani ya telefonda so'rab nima qilishadi. İn kana g'oiban intazara idza kana tariquma wahida. Demak, bir ko'chini sirtgan. Masalan, bir ko'chini bunda chesak, ikki uy sirtib qolganda bo'lsa, yo'lda shunda bo'lib qolsa saqlaydi o'ylabdi. Masalan, uning boshqanikiga kirdi bo'lsa, uyni sotmay, qo'shnini saqlab, qo'shni kelgandan keyin uyni sotmoqchi edim. Siz afqalamlar yoki men boshqalarni setaveraymi deb ijozat so'rashlar. Yani bu hadis sahih. İmam İbnül Qayyim Sayyid degan, Albani Sayyid degan hadis. Undan ekan, Hanifi mazhabning qo'shnig'imi shu filaga qilib keldi degani jalliq.
Bunun ustiga her iki tarafning salafdan mushqarashni tutganlari bor. الركن الثاني وهو المشفوع فيه. المشفوع فيه degan şu zimin, uy, mulk. اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور والعقار والأراضين كلها. Şufadır qanda nasıl vacip oldu? Ya mesela uy, zimin, oyla aram mesela. Bunda nasıl bulab qalsam, bunda şufa haqqı var debdi. واختلفوا فيما سوى ذلك. Onun başına asıldı ixtilaf var. فتحسين مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع. İmam Malik'nin mezhebini xulasalasak, bunlar şahıtlı sözler ketken. Lekin bunu şundan xulasalab, asıllab çıkarsak, bu üç türlük narsa deb xulasalaymiz. Ahadiha maqsudun. Maqsud degan o'zi şufa masalasida biz ko'zlaydigan narsa. Va huval iqaru min ad-duri wal hawanit wal basatin. Masalan, qoro joy, uy, mulk, do'kon, bog' bo'ston, hawanit degan do'konlar. Demek bununda şufa elbette buludu. Ve thani ma yetallaqu bil aqari mimma huwa thabitun la yunqalu ve la yuhawwal. İkincisi zimin emas, lekin ziminda uni yutkab ketkazmaydigan, muqim turadigan narsalar. Shu ziminda asosan uni ko'chirib ketmaydigan. Va dalika kalbir, masalan quduq ekan. Shu ho'lda quduq ekan. Va mahal nakhli. Xo'ma daraxtlari ekan. Xo'ma daraxtlar burun balki unda biz ko'lab ilib ko'chirib boshqa ketmasi mumkin. Shu ziminda shu necha yil, 30-40 yil, 50 yil turishi mumkin. Aşında xo'ma daraxtlardek ko'chirib ketkazolmaydigan, muqim turadigan dal daraxtlar ekan. Madam al-aslu fiha ala sifatin tajibu fiha ash-shufa'atu anhu. Al-asligina zimin. Ziminda şufa vacib bo'ldi ekan. Undan keyin ziminga tava bo'lgan, ketkazolmaydigan narsa ziminga chaplashib qolgan narsadek, bunda ham şufa vacib emas. Wa huwa yakuna al-asl alladhi huwa al-ardu musha'an baynahu wa bayna sharikihi ghayr maqsum. Al-asl deganda şufa vacib bo'lgan holatda bo'lsa deydi. Normalde qanday şufa vacib bo'ldi? Shirikchilikda taqsim qilmagan holat bilan bo'ldi. U qo'shna yoki taqsim qilmagan holat dinga yo'q. Navonki shunda holatda bo'lsa, ashu quduq, qo'mi daraxtlardan şufa vacib bo'ldi. Ashu qo'mi daraxtlarni qo'shnisi ma'ab qilaman, quduqman qason deb turaveradi. والثالث ما تعلق بهذه كالثمار. Amda aşında narsa qo'mi daraxtlarni dedi. Qo'mi daraxtlardagi mevlar. Qo'mi daraxtdan chiqadigan mevlar shunday narsani quduqning silaklari emas. Aşında narsa bo'lib qolsa, buning da qanday bo'ldi demoqchi. Va fiha anhu khilaf. İmam Malik 3-chi turda nima deganligi haqida Maliki mazhabda ixtilof bo'lgan. Anhu degan İmam Malikdan nima qarash kelgan deganda ixtilof bo'lgan. Va kadalika kira'ul ardi liz-zar'i. Ziminni ijaraga olmoqchi ekanlar. Lekin qo'shnisi ijaraga olsa, malni ijaraga degan bo'lsa, yerda ham ijaraga berolmaydi, qo'shnisi berdi. Va kitabatul mukatabi. Mukatab degan xo'jayin bilan azodlik uchun manchilik pul kelib berib, azod bo'lib ketganga to'xtamlashgan qul. Bu mukatab hozir ikkilanning o'ttirdiki. Chunki Imom Malik hozir qo'shniga gap yo'q, Imom Malikning galasida. Qo'shniga nima bo'lmadi ekan? Shirik ikkilan bir qulni mukatab qilgan. Ikkilan xo'jayin. Biraydan chiqdima desa, o'zimning nasib istamasdan. Bu aslama 10 ming ko'y kelib qolsa, azod qilib har biriga 5 ming ko'y. Sonra mamma 5 ming ko'yimning nasibasini men boshqalarga setitaman. Mush qulligini isyon boshqalarga setitaman. Ya'ni bu shirki ma'ab qilar 5 ming ko'yni sizga berib, sizni olsa men butun nima men bo'lsa degan bunda. Boshqalarga sotma, mukatablikni isyoni ma'alay deb shirki setilish. Hozir men İmam Malik jar degan gapni e'tirof qilmagan ekan, shu sherikning ham gapini qildi. Vaqtulifa anhu fi shuf'ati fil hammami var raha. İmam Malik'ten ana mush ikki narsada shuf'a qilibmi yo'qmi degani ikki xil kelib qoldi dedi. Hammam ya'ni muncha. Muncha ishkedan shirkkan, shirkchi ketmoqchi. Nesisni shirkka olib qolaman deydi dedi. Var raha yog'inchoq. Yog'inchoqning teshvog'i shu tashni deymiz endi. Yog'inchoq ekan, u yog'inchoqda ishkedan shirk bo'lgan ekan, nisyonni setib turmasa, shirkni ma'qul qolaman deb olib qoldi.
Hem onu taksim kılarsın, taksim kıyılmayacak narsa. Mesela yağınca taşını taksim kılası buldu. İşlemesi var kaldı. Aslında üstüne şıktal taş var mı? Şıktaldan üstüne hep kesse, istasyonda bana buldu. Mesela biz maşine olan bolsa oturduğun kesiplemiş kelep kesse, o maşine işlemeyendek. Hammamı şunda buluşu mümkün. Bunun için işki olursa hiç kim junamayacağım bir nasıl çıkılışı mümkün. Şuna da İmam Malik'in şıkkıl karış yapıptı. وأما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده. Bunun başına aslında tavar, hayvanatla bunda şefilik hakkı yoktur. وكذلك لا شفعة عنده في الطريق ولا في عرصات الدار. Yani yolda onda şefilik hakkı yok. Yol degende umuman da işletilgan narsa olduğundan onda şefilikke ihtilaf kılanmaydı o. ولا في عرصات الدار. Yani korununki onda oylisi. Mesela çoğun bir koru olsa onun şirketçe aile oturdu ama mesela. Dar gen başında koruyacağını demiyor. Şunun oylusu oldu meydan. Hem meydan faydalandı. Ama bunu da mı hoşuna birisi çıktı mı insanın seçetmezse o hoşuna sebep kaldığında iş yok dedi. İmam Malik'in itiraf kılmaydı. Ya şirkçilikte korunun oylusu da meydanda da şüphe yok da koruydu. Ve ihtulifa anhu fi ekriyet duri. Ekriyet dur yani dur yani şu öy hoylu aramla bunu icari görüşmesi ekriye diyen. Yani müsteciril buyut degendek man. Şirki icari geliş hakkı olamdı demekçi olsa gerek man. Mesela bir öy hazır, bir koru işkeleğine oturuş şirk. Hani yerimine ilgisi icari gelmekçi olsa şirke men akılıma dediğin şefilik akıbamı demekçi olsa gerek. Ve fil musakati yani musaqat meselesi mi? Musaqaqa bağını bergen bolsa, setetiman dep qalsa, baqqa ishlavatqa adam, xuddi uning shirk ekan. Shirkat qurgandek bir ahol bo'ldi. Shirkat qurgandek bir ahol bo'lgan ekan, bu shirkka men aqlay bağını, alnaqman bergen deb aql shaqqa deganda buni nima ixtilof qilibdi Imom Malikning qarashida. Va fi dayni qarz. Bu qarzgan pul bo'lish kerak emas-ku, uni boshlanasi bo'lishi mumkin. Shuni masalan setetiman deb qalsa Aş koldu badem, bu zaman alay şuna, pulisiman biray deb so'dlasi bulamdı olmaz. Aş şefilik hakkı bulamdı olmaz. Hel yekunu allazi alayhi deynu ahqqu bihi ve qazi bo'lib qolgan shuni zot men olaman desa bulamdı demakchi. Ve kezalika allazi alayhi alkitaba mukatabadan tutishdi. Shub abi 10 ming koy akab bersa erkinlikka erishmak uchun ama shunda turib tutib bo'lgandan keyin bu yani birisiga 15 ming ko'ga sotmoqchi bo'ldi. Lekin bu mukatib bunday da 15 ming ko'ni men sizga beray. Odamni sotishimizda men erkin bo'lay. Bu odamni sotasizlarki mana qat'iy mukataba qilib erkinlikni bermaslik mumkin deydi. Yani mukataba holatida hozir bu bir shirkchilikdek buni o'tirdi birdan bak. İmam Malik o'sha ish qilinib qolgan bu mening uchamda shirk uchamda tushmamda bunda o'xshamay qolganlikdan bo'lgan. Lekin gelmesem 10 ming koy bu qo'l meni boshqadan 15 ming koy sotishimizlar 15 ming koyni men gatchisiz beray. Tutib qoldim hozir. Tashdim biz qoldi. Beretsin. Şefiliga qish ekan. Nima desam pul bo'g'lab qolgan. Mukataba to'xtamida bo'yinda shunda qararlik pulni qilib qolgan odam boshqa odamga setvetmoqchi bo'linsa shu narsa, yo'q men shu pulni to'liq berib, men olib qolay deb bo'lamdi deydi. Chunki bu ashun igisi bilan buni o'tirdi bir xil shirkchilikdek bir narsa bo'lib qolgan demoqchi o'sha. Va bihi qala Umar ibn Abdulaziz. Xalifa Umar ibn Abdulaziz shunda deb qarabdi. Yani kitaba va dayn masalasida şifa bad meçiken. Varawa anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qada bi şifati fi deyni. Mana Ömer ibn Abdülaziz bu rivayet tuttu. Lekin bu rivayet aciz hamda. Ve bihi qala ashhabu min ashabi Malik. Ve qala ibn al-Qasim la şifata fi deyni. Demek İmam Malik'in şagirdleri özüre ixtilaflaşıp kaldı. Ve lem yaxtalifa fi icabiha fil kitabati li hurmatil itq. Yani mukatiblik to'xtamida şifalik haqqı bor debdi. Nima uchun? Haqni azat qilishsin. Bu erkinlik degan nihoyatda qimmatli narsa. Bu hozirgacha shu pulni berib bilan erkinlikka erishib ketadi. Lekin odam bu odamni boshqa birisiga setib qolsa, balki umr bo'yi pul o'tib ketishi mumkin. Azatlikparvarlik jihatdan demakchi. Li hurmatil atq. Yani azat qilish degan nihoyatda katta ish bu. Ve fuqaha al-amsar ala an la shifata illa fil aqar faqat.
Demek bu İmam Malik'ninki mezhebideki baş ağrıkları ekan. Lekin fuqaha amsar İmam Malik'in başqa asasen cumhur şu zimin öy mülk tilam aşında şüphelik meselesi ba. Onda qazda ijara mevichiva undan yok. Ve hukiya an qawmin anna ash-shuf'ata fi kulli shay'in ma'ada al-makil wal-mawzun. Bazılardan müdür var kılınıp tamdı. Mesela tabiilerden ata bula kilolandıgan ve kemçalandıgan nasilden başka hamma nasilda depti. Balkim de yağaç, anda menqul nasil bo'lib qolsa-mu bo'ldi demoqchi ekan. Bu ataning shaz qarashlarining birisi. Walam yujiz Abu Hanifata ash-shuf'ata fil bi'ri wal fahli. Abu Hanifa quduqdimi shufa yo'q debdi, fahldimi yo'q. Fahl degan mishada xurmo daraxtining akiki. Fahlin naxla. Belki başka naslini deyish mumkin. Fahl degan hayvonning akiki bo'ldi bo'lsa. Lekin Abu Hanifa'nın maqsad qilgani quduq bilan shu xurmo daraxtininki akiki. Çünkü ilgirde İmam Malik tutuq masalan bir ziminde quduqlab qolsa, u quduqni shu kadar akirtilmagan ekan, shu ziminda qoladigan narsa. Endi xurmo daraxtlarni odatda qo'mirablam akirtilmagan degan shu ziminga tava narsa qatorida qoldi degan. Yani fahlun naxl desak bo'ldimi shuni? Jaiz emas debdi. Ve ajazaha yana shu fahlun naxl mushtarak bo'lib qolsa, shufa yo'q demoqchi ekan. Ve ajazaha fil arasati ve tariq. O'yinlarning maydonlari, quruq joyining maydonlari o'ylisa ve o'rtaq yo'l bo'lib qolsa, bunda shufa bor debdi. Ve vafaqa ash-Shafi'i Malikan fil arasati ve fil tariq ve fil bi'r. İmam Shafi'i Malik bilan o'xshash qarashda bo'libdi. Quduqda, yo'lda shufilik bor demoqchi. Demak İmam Malik yo'lda va quduqda degan shufa yo'qdi. Va qalafahu jami'an fi thimar. Demak yo'l bilan quduq va o'yinlarda Maliklar o'xshash holatda shufa yo'q debdi. Ve qalafahu jami'an fi thimar. Mevada bir rivoyatda shufa bor degandek nima o'tdi? Buning nima yo'q deb turibdi. Khalafahu jami'an khalafahu deganki mushu musanna damir kimlar qaytadi? Shafi'iylar Abu Hanifa. Demak ishkillaylan simarda shufa yo'q demoqchi. Tushunami? Va umdatul jumhur fi qasr ash-shuf'ati ala al-aqari. Jumhur hamda Imom Malik degandek unda nurg'un narsa shufa bor demay, bu zimin uy mulklar shufa bor dedi. Bunun delili nima? Ma varada fil hadith as-sabiti min qawlihi sallallohu alayhi vasallam. Bishara qawlihi emasmish, qadaihi deymiz, ha? Yani qavl keldimi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan? Qavl kelmadi. Javobini azza qada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi-ku, min qadaihi deyish kerak aslında. Şu ayıqdagi hadis şu Rasululloh degan so'z emas. Min qadaihi sallallohu alayhi vasallam bish-shif'ati fima lam yuqsim fa idza waqa'at al-hudud wa surrifat at-turuq fala shif'a degan mujunda hukm qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu shu hukmi dalil demoqchi. Fa kana qala ash-shif'atu fima tumkinu fihi al-qismatu ma dama lam yuqsam. Demak taqsim qilib bo'ldigan, lekin taqsim qilinmagan narsada shufa bor degandek. Demek bu yerda taqsim qilingan shu zimin demoqchi ma'lum. Ve hada istidlalun bi dalil al-khitab. Mush dalil ve istidlal nimasi? Istidlal bi dalil al-khitab, yani mafhumul mukhalafa. Mafhumul mukhalafa eğer taqsim qilib bo'lmaydigan narsa bo'lsa, zaten onun shufa yo'q degan gap chiqadi. Mafhum muxolif shu. Undan boshqa narsani taqsim qilib bo'lmaydi. Shu iza waqatul hudud chekchigiri ayrilsa degan chekchigiri ayrilgan naslda shuna bo'ldi. Chekchigirisi ayrilib olmaydigan butun naslab qolsa, buningda zodi shufa degan narsa yo'q degan gap chiqadi dedi. Chaldi o'tdimi buni? Mesela iza waqatul hudud ayrılmagan çağda şunda dedi. Yani bu ayrılmagan çağda degende nima tushunmas? Ayrılığı bo'lgan narsa ekan bu. Agar aysak ayrılığı bo'ldi degan gap chiqdi. Endi ayrılığı bo'lmagan narsa shufa yo'q degan gap bu. Qaysi istidlolmish hamdir. Qaranglar, fima lam yuqsam degani taqsim qilinmagan degandan hozir taqsim qilinadigan narsa ekan. Ammo taqsim qilinmaydigan narsa bo'lsa, la shufa taqsim qilingan bo'lib, taqsim qilinmagan holatda shifovatdi. Taqsim qilinsa yo'qdi. Taqsim qilinmaydigan narsa bo'lib qolsa, yo'q deganlik mazmun chiqadi deydi. Shu mafhumul muxolafa bu. Taqsim qilinmaydigan narsa qanday narsa? Mesela bir hayvan, mesela bir atni chikan shirik oldi.
Ha, bunu taksim qilib bo'lmaydi. Şüphe yok deyken. Nesibisini halqadan sötüdüke o. Şüphe yok demek için ağlardı. Ayrılgan nesilde de zaten. Ayrılığı bulduğun nesilde dedi. Hadi ayrılığı bulduğunsa şüphe yok. Çünkü ayrılığı işe ayrım. Sürüp çıkışta çıkında tasarrufsuz sürüp çıkarılan bositte ayrıştığın ilgili de şüphe var yenge. Diyor burada taksim kıysak kıyılı olduğun nesil olsa hani taksim kılıçta ilgili şüphe var edi. Taksim kıyılı bulmasa şüphe yok. Denge çıkıdı da dururlar. Şununki demek çoğun şu. Cumhur'un. Her kandan nasıl bulmadı? Mesela maşinini taksim kıyılı bulamda. Taksim kıyılı onu oturdu keskin olmaydı da onu. Şu sadece setişmesi şu. Setişmesi başlığa setiştik çadak gerek çıkıdı. Başlığı satarlaysa maluma denilen bir gerek çıkıdı demek için. Şu an başlığa satanmaysa ben özüm alımı diyemeydi dedim Cumhuriyet. Maşine okşayış, aşından ben kul nesin. Bu fakatlar maşında taksim kıyılı bulduğun, hani taksim kılıçlı ilgili ben nesimanı ve afkalıman dışı bulduğun nesi ediptir oldu. Lavanki taksim kıyılı olduğun nesi mi? Zemin. Bunda uzun müddet ziyanı uçuraydıgan nesi bolsa andın şüphelik hakkı. Çünkü şüphelik hakkı diyen bir kişinin erkekliğini tosaklayıp lan bana satanmaysa deyişçi ibaret olan iken bu fevkulattı uzun müddet özünde ziyanı uçurayıp gittiğin eğer ziyan bolsa erkekliğini çekleyemiz. Bu misal vakitlik bir nesinde çeklememiz değil. Şu, aşı alıman dese, aşının aşında başka adamın tusak. Adım yerde ahakının erkilliği takaştırmak. Erkillik diyen aslı sabit, mukarrar bir insan hakkı. Bunun halkları anın satsamı satım, anın satımı ihtiyarı mümkün bu. Bunun mümkün bu. Dep turaladı. Bunun hukukunu, bunda erkekliğini kanda çekleyemeyiz. Fakat lan buna uzun müddet ziyan uçurap gittim. Fakat bu bulmaydı bu dep beklen takaş turaldıgan bir mesele olsa İslam onu şüphe bilen ruhsat kıygan. Bu musu vakitlik azgını müddet ziyan uçuraydigan bolsa ruhsat kılmaydı. O başkadan setirdi doğanda başkadan bilen ne kılışıp keyin ya iş kelisi bir yerden ispatlaşıp el kıldı meseleni. Bu mu avaralı bu mu avaralı bir yerden çıkıldı. Olmasa kimki setiş hakkını tosanmaydı diyor. Hadir mi ya demek ki onu fîmâ lem yuksan diyen sözden biz bu taksim kıldığın nasi iken şüphe diyen taksim kıldığın nasi oldu iken taksim kıldığın nasi taksim kılınışla ilgili benim nesibemni satma dese andan ya ben alıma başkalarını satma degan gap çıkıdı dedi. Eğer taksim kıyılıp bulmaydigan narsadir bir narsani tasavvur qilsak onun da şüphe degan narsa bo'lmaydi. Demek şüphe degan taksim kılınışga qabil narsa olsa bo'ldi demekçi. Endi zimindan başka narsalar hozir aqar dedik o. Aqar degan ekan bu zimin. Ay bu öy degan narsani biz hamda endi deyoldik lekin zimin bu. Aqiya deylar buni. Aqiya olan ekan o bir şey qilib qo'y degan gap kelmaydi endi. Lekin shunda ziyan uzun muddatlik maqam emas demakchi. Şu şüpheden illeti ben bayatdan gelgem şu. Uzun müddet ziyan uçurap ketiş meselesi dedim. Hadir hem de şunu ekersak bu mesele oldu. Umaki mevcut menkul mesela maşiradi şirk tok ya ma telefonu şirk tok dese buna ait karar çağırmak şu ziyan uçuruş. Nanki naat fevkullattı uzun müddet bir ömür ya işke avlat neçe avlat ziyan uçurap ketgan boğaçqa bir aramçılık kılgan boğaçqa erkinlikini çekiliyotimiz lazım. Muhalefet çıkıp durup ne? Şüphatı imalam yoksan degenin özü taksim kılmagan narsada bo'ldi ekan degan gap chiqadi dedi. Taksim qilish faqat aqardan bo'ladi degan isbot. Taksimni aqardan uning boshqa narsa taksim qilish bo'lmaydi. Agar taksim qilish bo'lib qolsa, buningki erkinlikni to'sash bo'ldi. Erkinlikni to'sash uchun uzun muddat ashunda ziyon uchrab bearam bo'lash bo'lsa, biz erkinlikni to'sdik. Bo'lmasa to'sib olmaydi. Kadir mi? Şüpheninki nima uchun yo'l qo'yilganligini biz burun darar dedik. Ziyan uçurab ketadi degan. Shu ziyan uçurab ketish ig'ir bo'lg'achqa, uzun muddat bo'lg'achqa şüphe yo'l qo'yilgan. Bundaki vahiymanni bizda tutsak, bu gap ondan to'g'ri chiqadi. Hatta zimin deb qo'ysak, bu zimindan hech bilgiloligi mancha metr masifasidan mancha metr siningdir. Demak bu istilolni hozir nimadan iborat? Ma'lum darajada ojizam bu. Sizning kallangizda o'tmadi.
Yani buna itiraz bildiralaysizlar. Nimasi bu? Delil xitob hozir. Mafhumul muxalafa. Mafhumul muxalafa degan delilning nechin darajadagi delil. Nas emas yani. وقد أجمع عليه في هذا الموضوع فقهاء الأمصار مع اختلاف في صحة الاستدلال به منه. صحة الاستدلال به يعني بدليل الخطاب. دليل الخطاب bilan istidlal qilish to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Delilga yaramdor deganda ixtilof bor. Masalan, fi mazhab qabul qilmaslik mumkin. Mafhum muxolifani. Yoki asosan 90% qabul qilmaydi. Biror tarmoq masalada qabul qilish mumkin. Delil xitobni biz asosan qabul qilmaydi desak, delil xitobning delillik yaraydi, yaramaydi deganda ixtilof bo'lsa-mu, lekin fuqarolar amsar bunda delil qilmaydi deydi. Ijmo qildi. Yani bu şu qarashqa ijmo qildi deylar. Delil xitobga ijmo qilsa, yani ash-shuf'a fil aqar faqat. Ve amma umdatu man ajazaha fi kulli shay'in qanda nasos bulardo deydi. Masalan, balki ata bo'lishi mumkin, shunami? Makili mavzundan boshqasi bo'ldi deydi. فما خرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. Şerik degan shu, shafiy qildim shu, shufa degan har qanday narsa bo'ldi. Ammo bu ikki jumla, ikki hadis bu. Ikkisini hozir haqida akagan gap bu tirnoqdan chiqib qo'ygan bilan bu ayrim tirnoq chiqib qo'ysak to'g'ri raqam. Ikki hadis. Ash-shariku shafi'un degan bir hadis va shufa'atu fi kulli shay degan bir hadis. Sizlarga qanday qiqta? Shariku shafi'un fi kulli shay. Ya, ash-shariku shafi'un va shufa'atu fi kulli shay. İkisi parça. Bu mu aciz bu değil mi? ولأن معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء وإن كان في العقار أظهر منه. Bunun akli delili bayatın sildiğen degâşı maşina bir atta mesela şirk olsun yani şu ziyan tasbih başka adamın bize ekip koysa şirk koysa o nime bir aram bulup ziyan tasbih kıldığı iş bağ o. Lekin ziminde iğrak olsun lekin anladığımı ziyan bağ. Ziyan tasbih kıldığı iş bağ dep turul dedi. ولما لاحظ هذا مالك أجرى ما يتبع العقار مجرى العقار. Yani İmam Malik'in rasamda unuttum başka nasıl anda ziyan tasbih kılış bağ dep qarag'achqa ziminin tağı aşında quduq şu ziminde bağ aşında nasıl mı formu daraxa şu qatada nima qilibdi. واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في البئر بما روى يعني üzrvat namaz روى demiz. Bu misal başka rivayet namaz rüya demiz. La şufata fi bi'rin. Mesela bu şu rivayet tayan dedi. Quduqda şufa yo'q deganga musho asarni ekeldi. Bunu Osman radhiyallohu anhu degan so'z ma bu. Imom Malik Muvatta'da rivayet qilgan. La şufata fi bi'rin ve la şufata fi fahlin nakhli. Devamı şunda. Fahlin nakhli. ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحاري التي تعمل في الأرض المواد. İmam Malik bu la şufat fil bi'r degan bu so'zni sahrodagi bo'zga açadigan shu ishga ishlatilgan quduqqa qaratibdi. Uning yo'q va odat quduqli ba demoqchi Imom Malik. Lallati takun fi ardin mutamallika. Va bu hech kimning emas. Anda bir bo'zga bir joyda ish qilgan quduqlab qolsa, shuni shirkchilik qilgan bo'lsa, ishkada echib masalan. Unda shufa yo'q degan bo'ldi deydi. Ammo birisi ziminda quduqlab qolsa, "Ba quduqni men sotib olaman" deb qo'shnisi sotib olish haqqi bor demoqchi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.